Men farzandlarimning baridaman, lekin milliydaman. Aynan ushbu mashina 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi salkam 100 yoshni qarshi olayotgan Saidjalol otajonimizga davlatimiz rahbari tomonidan topshirildi. Biz aynan otaxon istiqomat qiladigan fayzli xonadonga keldik. Bayram muborak bo'lsin, medalli muborak bo'lsin. Prezidentimiz hurmat qilib, shu mashinani menga shu berdilar. Men prezidentimdan xursandman. Tanjallari sog' bo'lsin, umrlariga Xudo baraka bersin. Meni yoshimdan oshib yursinlar. Uzoq umr ko'rishi siri nimada deb o'ylaysiz? Rahmat. Nima? Uzoq umr ko'rishi siri nimada deb o'ylaysiz? 100 yoshga yaqinlashishi. Men hech birovni ko'nglini qoldirmadim. Mana shu medallar hammasi mehnatim orqasidan bo'lgan medallar hammasini oling. Yaxshiyam doktordan kelin qilgan ekanman deb xursand bo'ladilar. G'alabamizni 80 yilligi munosabati bilan muhtaram prezidentimiz Do'damlarga prezident sovg'asi avtomashinasini sovg'a qilishdi. Urush vaqtlarida men front orqasida ishlaganman. Juda azoblarni ko'rdim. Mana bolalarim omon bo'lsin, barimda hammasi yurt yoshlaringiz omon bo'lsin. Tavarik otaxonlardan bo'lib yurishinglarni yaratgan Allohdan so'rayman. Otasi bor odamning ko'ngli boshqacha ekan. Biz salkam 100 yoshni qarshi olayotgan otaxonning xonadonlaridamiz, lekin Milliydamiz. Birinchi qahramonimizning uylaridan chiqqanimizdan keyin qo'shnilar bizga yana bir salkam 100 yoshni qarshi olayotgan otaxon haqida ma'lumot berishdi. Ular ham aynan Zangiota tumanida istiqomat qiladilar. Charchamayapsizmi? Tetiksiz tetik. Ko'p siqilish kerak emas. O'shaning uchun doim xursand yurishingiz kerak. Hozir ketmon ham chopaman. Yo'q, Mehnat umr uzaytiradi. Ko'p mehnat qildik bizada. Uzoq yillar davomida tibbiyot sohasida faoliyat olib borgansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Skoriyda ishladim. Bu davrda juda yomon bo'lgan. Hozir juda ham yaxshi sharoit. Hamma narsa bor hozir. Shukr qilish kerak. Hammanglar tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Bizning yoshlarga yetib yuringlar. Bolalarning rohatini ko'ringlar. Otaxonlarimizga o'xshab ulug' yoshga yetib yurish har bir insonga nasib etsin. Unutmang, xotira abadiy, qadr muqaddasdir.